Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz muxlislar. Bugun yana bitta muhim bir jabhani yoritishga qaror qildim. Sud tizimining mustaqilligi haqida. Bilmayman, rostmi yolg'onmi, kuni kecha Oliy sud raisini ishdan olingani haqida maqola o'qidim. Mayli, u odam o'zi uchun o'zi javob beradi. Ko'tarilgandir balkim yoki nafaqaga chiqqandir. Lekin sud tizimi davlatning rivojlanishida alohida ahamiyat kasb etishini aytmoqchiman, chunki demokratiyaning eng asosiy qismlaridan biri bu sud mustaqilligi hisoblanadi. Va sud tizimi agar yaxshi ishlasa, o'sha tizim, o'sha davlat rivojlanadi. Buni ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Adolatsiz g'alabalarni oldini olish uchun sud tizimining mustaqilligi yetarlimi yoki yuqorida alohida siyosiy taqiq kerakmi? Bu yerda albatta sud mustaqilligi va adolatli yondashuvi muhim, shaffofligi katta ahamiyatga egaligini aytmoqchi edim. Misol aytadigan bo'lsak, Qirg'izistonda sud jarayonlari nafaqat jurnalistlarning ishtirokida video yoki audio yozib olish va e'lon qilish, balki majburiy ravishda onlayn shaffof o'tkazilishi majburiy qilinganligi bunday muhitda sudlar adolatli qaror chiqarishiga majbur bo'lishlarini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Bu juda ham o'rinli va fundamental savol tug'iladi. Qirg'iziston tajribasi sud tizimining shaffofligini majburiyligi naqadar katta kuchga ega ekanligini ko'rsatuvchi yaqqol misolmi yoki bunga yana bir boshqa misollarni keltirish kerakmi? Meni fikrimcha, adolatsiz g'alabalarni to'xtatish uchun faqatgina qog'ozdagi sud mustaqilligi yetarli emas. Bizga 3 ta omilni bir vaqtda ishlashi muhim. Birinchisi bu shaffoflik. Sudni jonli efiri. Biz ta'kidlagan Qirg'iziston modeli eng samarali va pragmatik yechim hisoblanadi. Sud zalida kamerani bo'lishi va jarayonni onlayn translyatsiya qilinishi sudya uchun eng katta nazoratni bir namoyon bo'lishidir. Nega bu muhim? Sudya xalq ko'z oldida adolatsiz qaror chiqarishdan yoki amaldorlarni zakazini bajarishdan qo'rqa boshlaydi. Ommaviylik korrupsiya va telefon huquqini kushandasi hisoblanadi. Bizda nima uchun kerak? Blogerlar va jurnalistlar ishtirok etayotgan har qanday sud jarayoni to'liq, ochiq va jonli efirda bo'lishi qonunan majburiy etib belgilanishi shart. Ikkinchisi, qizil chiziq, ya'ni taqiq. Yuqoridan aniq bir siyosiy iroda kerak. Bu iroda shundan iboratki, har qanday idora yoki amaldor o'z xatosini yopish uchun suddan qurol sifatida foydalansa, u 2 barobar jazolanadi. Agar amaldor blogerni obro'sizlantirishda ayblab sudga bersa-yu, lekin blogerning gapi fakt bilan tasdiqlansa, u holda o'sha amaldorni o'ziga nisbatan xizmat vazifasini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoiy ish ochilishi kerak. Bu tizimni zakaz berishidan, ya'ni buyurtma berishidan tiya boshlaydi. Sud tizimini vertikal bog'liqligini uzish. Sudyalarning tayinlanishi va ularning ishini baholashda mahalliy hokimiyat yoki ijro idoralarining ta'sirini nolga tenglashtirilishi kerak. Bizdagi eng katta muammo sudyalarning mahalliy tizim bilan og'aynigarchiligi yoki iyerarxik bog'liqligi. Agar sudya o'zini lavozimi, hokim yoki boshqa kuch ishlatar tuzilma rahbarlarini kayfiyatiga bog'liq emasligini bilsagina mustaqil bo'la oladi. Bu so'zlardan xulosa qiladigan bo'lsak, adolatli sud uchun faqatgina vijdonga ishonish pragmatik emas. Tizim shunday bo'lishi kerakki, sudya adolatsiz qaror chiqarishdan qo'rqishi, imkoni bo'lmasligi va unga zarar keltirishi mumkinligini bilish kerak. Qirg'izistondagi kabi onlayn shaffoflik bu boradagi birinchi va eng muhim qadam hisoblanadi. Aslida adolatsizlik qorong'ulikni yaxshi ko'radi. Kamera va jonli efir bu qorong'ulikni yorituvchi projektorlardir. Sizningcha O'zbekistonda sudlarni to'liq onlayn va ochiq qilishga qaysi kuch yoki tizim
eng katta qarshilik ko'rsatishi mumkin. Endi men o'zimning fikrimga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda sud tizimini to'liq onlayn va ochiq, ya'ni translyatsiya qilinadigan formatga o'tkazishga eng katta to'siq va qarshilik ko'rsatuvchi kuch bu tizimli korrupsiya va telefon huquqidan manfaatdor bo'lgan o'rta bo'g'in byurokratiyasi. Mana nima uchun aynan shu tizim qarshilik ko'rsatadi. Birinchisi, telefon huquqini yo'qolishi sud jarayoni jonli efirga chiqsa, agar shu holat yuzaga keladigan bo'lsa, ijro hokimiyati vakillari, hokimlar, vazirlik mulozimlari yoki boshqa shaxslar sudyaga qo'ng'iroq qilib, falonchini foydasiga qaror chiqarib ber deb ayta olmay qolishadi. Buni sababi oddiy. Sudya xalq ko'z oldida aniq dalillarni inkor qilib, nohaq qaror chiqarishdan qo'rqa boshlaydi. Bu esa byurokratiyani sud ustidagi nazoratini yo'qqa chiqaradi. Aksincha, xalq nazorati yuzaga keladi. Ikkinchisi, tergov va surishtiruvdagi kamchiliklarni fosh bo'lishi. Ko'p hollarda sud jarayonida tergov organlari tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar, bosimlar yoki noqonuniy usullar yuzaga chiqib qoladi. Albatta qarshilik bo'ladi. Agar sud ochiq bo'lsa, tergovni sifatsizligi yoki buyurtma ekanligi butun jamiyatga ma'lum bo'lib qolishi mumkin-ku. Shu sababli ham tizimdagi ayrim guruhlar jarayonni yopiq bo'lishidan manfaatdor bo'ladilar. Uchinchisi, sudyalarning kasbiy komforti. Afsuski, sudyalar korpusining bir qismi ham bunga tayyor emas. Buning sababi ochiqlik bu juda katta mas'uliyatdir. Har bir so'z, har bir qaror jamoatchilik nazorati ostida bo'lishi sudyadan yuksak professionalizm va halollikni talab qiladi. Yopiq eshiklar ortidagi kelishish va xato qilish juda oson. Va nihoyat tizimli korporativ manfaatlar. Davlat idoralarining sha'ni va obro'sini saqlab qolish degan eskicha tushuncha hali ham kuchli. Ular suddagi mag'lubiyatimiz xalq oldida bizni izza qiladi deb o'ylashadi. Sudlarni to'liq ochiq qilish bu korrupsion zanjirni uzish demakdir. Bunga esa mana shu zanjirdan manfaat ko'rayotgan, o'z buyurtmalarini, ya'ni zakazlarini sud orqali qonuniylashtirib olishga urinayotgan byurokratik apparat tish tirnog'i bilan qarshilik qiladi. Bu to'siqni faqatgina yuqori siyosiy iroda va jamoatchilikni tinimsiz shaffoflik talabi bilangina sindirish mumkin. Sudyalar Oliy Kengash yoki Oliy sud rahbariyati bunday ochiqlikka tayyormi yoki ular ham tizimni yopiqligini himoya qilishmoqdami? Real qadamlar ko'rinyaptimi? Bu savolga javob berish uchun bugungi kundagi vaziyatni ikki tomonlama rasmiy bayonotlar va amaliy reallik nuqtai nazaridan bir ko'rib chiqishimiz muhim. Real vaziyat shundaki, Oliy sud va sudyalar Oliy Kengash rahbariyati ochiqlik haqida ko'p gapirsa-da, tizimni to'liq shaffof qilishga hali to'liq tayyor emas. Buni isbotlari va tamoyillari mavjud to'siqlar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi bo'lib rasmiy qadamlar va virtual ochiqlik haqida gapirishimiz maqsadga muvofiq. Oliy sud tomonidan ba'zi ijobiy qadamlar ham bor. Masalan, elektron sudlov tizimi, e-sud, hujjatlarni onlayn topshirish va qarorlarni bazaga joylashtirishga yo'lga qo'yildi. Ochiqlik to'g'risidagi qarorlar. Oliy sud plenumi sud majlislarida ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ishtirok etishi mumkinligi rasman tasdiqlangan. Lekin bu qadamlar ko'pincha ko'rgazma uchungina bo'lib qolmoqda. Ko'plab sudlarda blogerlarni yoki kameralarni kirgizishga qarshilik ko'rsatilayotganini ochiqni aytadigan bo'lsam, men o'zim ham duch kelganman. Amalda ko'plab sudyalar hali ham jurnalistlarni ko'rsa, suratga olishga ruxsat yo'q yoki taraflar rozi emas degan vajlar bilan to'sqinlik qilishmoqda. Nega to'liq onlayn translyatsiyaga qarshilik bor? Qirg'iziston tajribasidagi kabi majburiy jonli efir O'zbekistonda joriy etilmayapti. Buning sabablari juda oddiy. Sudyalarning tayyorgarligi. Ko'pchilik sudyalarning huquqiy bilim darajasi va nutqi
jamoatchilik oldida chiqishga va har bir so'z uchun javob berishga hali zaiflik qilmoqda deb o'ylayman. Tizimli qo'rquv. Oliy sud rahbariyati agar hamma sud ochiq bo'lsa, tizimdagi xatolar va buyurtma qarorlar ommaviy ravishda fosh bo'lib, tizimga bo'lgan ishonch butunlay yo'qolishidan juda ham cho'chishadi. Sudyalar Oliy kengashining roli ham bu yerda kam emas. Bu kengash sudyalarni intizomiy javobgarlikka tortish va tanlash bilan shug'ullanadi. Muammo shundan iboratki, kengash faoliyati hali ham yopiq. Qaysi sudya nega ishda olinganligi yoki qaysi amaldorni bosim ostida qaror chiqargani haqida ma'lumotlar jamoatchilikka taqdim etilmayapti. Ular tizimni ichkaridan himoya qilish, ya'ni korporativ manfaat instinkt bilan ishlamoqdalar. Real vaziyatdagi to'siqqa keladigan bo'lsak, amalda biz tanlab ochiqlik guvohi bo'lyapmiz. Masalan, jamiyat uchun xavfli bo'lmagan kichik ishlarda kameraga ruxsat berilishi mumkin. Lekin katta iqtisodiy manfaatlar to'qnashgan ishlarda yopiq sud mexanizmlari ishga tusha boshlaydi. Oliy sud va kengash rahbariyati yumshoq ochiqlik tarafdorlari, lekin to'liq shaffoflik ular uchun xavfli. Ular tizimni yopiqligini ataylab himoya qilmayotgandek ko'rinsa-da, amalda majburiy onlayn translyatsiya kabi keskin islohotlarni paysalga solib kelishmoqda. Sudlarni to'liq onlayn bo'lishini ta'minlash uchun Oliy sud raisining shaxsiy irodasi yetarlimi yoki buning uchun alohida qonun parlament tomonidan qabul qilinishi shartmi? Qaysi biri kuchliroq ta'sir qiladi? Bugungi muhokamamiz tezkor natijakorlik va pragmatik jamoatchilik nazorati konsepsiyasi atrofida qurilgan yaxlit bir manzarani yuzaga chiqaradi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, sud tizimidagi shaffoflik yagona najot desak mubolag'a bo'lmaydi. Sudlarni to'liq majburiy onlayn translyatsiya qilinishi Qirg'iziston tajribasi kabi korrupsiya va telefon huquqini o'ldiradigan eng kuchli qurol hisoblanadi. Sudya faqat xalq va qonun oldida javobgar ekanligini his qilsagina adolat qaror topadi. Yana bir narsani albatta ta'kidlashimiz kerak. Jamiyatimizdagi illatlar, eng katta illat bu korrupsiya, byurokratiya va xalqning rizqini tuya qilayotgan oligarxiya manfaatlarini asl kushandasi nima? Javob bitta. Sudlarning mutlaq mustaqilligi. Agar mamlakatda sud haqiqatdan ham mustaqil bo'lsa, hech qaysi shaxs qonundan ustun tura olmaydi. Hech qaysi amaldor xalqning haqini yeb jazosiz qolmaydi. Sud mustaqilligi bu shunchaki huquq termini emas. Bu demokratiyaning yuragi va xalq farovonligining bosh kafolatidir. Nima uchun diktatorlar birinchi navbatda sudlarni o'ziga bo'ysundiradi? Chunki adolatli sud bor joyda men aytgancha bo'ladi degan yakka hokimlikka o'rin qolmaydi. Sud mustaqilligi jamiyatni ichidan yemiradigan korrupsiya va byurokratiya zanjirlarini parchalaydigan yagona kuchdir. Bunga tarixdan misol ko'plab keltirishimiz mumkin. Qayerda sud tizimida siyosiy o'yinlardan baland tursa, o'sha yerda xalqning mulki himoyalangan bo'ladi. Tadbirkorning haqqi ta'minlangan va inson qadri e'zozlangan bo'ladi. Farovonlik bu faqat pul emas, adolat borligi bo'lgan ishonchdir. Shunday ekan, bugungi kunimizni himoya qiladigan, kelajagimizni kafolatlaydigan mustaqil sud va qonun ustuvorligiga muhtojmiz. Zero adolat qaror topgan joydagina nafratga o'rin qolmaydi. Faqat sog'lom taraqqiyot boshlanadi. Azizlar, sud mustaqilligi haqidagi ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz bo'lsa albatta yozing. Bu ko'rsatuvlarimdan maqsad xalqimizni ongini imkon darajasida o'stirish. O'zimni tahlillarim bilan bo'lashyapman va imkon darajasida auditoriyamizni, ya'ni eshituvchilarning sonini ko'payishi maqsadga muvofiq, chunki millatimiz, xalqimiz kuchayadi, davlatimiz rivojlanadi. Shuning uchun taklifim obuna bo'ling va albatta like tugmasini bosish yodingizdan ko'tarilmasin. Sog' salomat bo'linglar.